Bu videoni ochdingizmi? Demak, siz ham Transformerlar fanatisiz. Ha do'stlar, yana bir video ila qarshingizdaman. Bilaman, tez video qilishimni xohlaysiz, ammo vaqt menda juda chalkash. Institutni tugatishimga juda oz muddat qoldi. O'zingiz bilasiz, oraliqlar, joriylar, yakuniy imtihonlar. U yoqda yuguryapmiz, bu yoqqa yuguryapmiz. Xullas gap ko'p. Ammo bizning mavzuyimiz boshqa. Biz bugun hamma sevib tomosha qilgan, muxlisiga aylangan, o'zim ham telbadek sevib tomosha qilgan Transformerlar filmlar va yangi chiqayotgan Transformerlar filmi haqida gaplashamiz. Sizga maroqli tomosha va olg'a. Kelinglar oldin Transformerlar kino olamiga qanday muxlis bo'lib qolish hikoyamni bo'lishay. Bolaligimizda katta og'am uyga bir disk olib kelgandilar. O'sha paytlarda DVD ga televizorni ulab odamlar dajo to'ylarini ham diskga yozishardi. Akam diskni DVD ga ulab filmni ochdilar. Uch aka filmni ko'rishni boshladik. Birinchi qismni ko'rdik va men shokda edim. "Oha, bu qanaqa kino? Buncha zo'r" desam, "Hali yana ikkita qismi bor" dedilar. Xullas, u paytlarda 3 tagina qismi chiqqan edi. 3 ta qismini ham ko'rib bo'lgach, men bu franshizaga oshiq bo'lib qolgandim. Bolaligimning filmi edi, ochiq gapirish kerak bo'lsa. Men bu filmlarni qayta qo'yib ham ko'rardim. Keyin 4 va 5-qismlari ham taqdim etildi. Men u filmlarni hayrat ila ko'rib davomini kutarkan, 2018-yilda Bumblebee filmi chiqdi. O'sha paytlarda bu filmni ko'rganlar Michael Bay'ning Transformerlar franshizasiga kirishini, faqat bu oldingi voqealarni ko'rsatishini aytishgandi. Xo'p dedim, undan 6 yil o'tgach maxluqlar yuksalishi degan bir ma'no mantiqqa ega bo'lmagan bema'ni bir detskiy film taqdim etildi. U ham mayli deb tursam, o'tgan yili Transformerlar ibtido deb nomlanuvchi animatsion shakldagi Transformerlar filmi chiqdi. Shu bilan men uchun bu franshiza 2017-yilga so'nggi Ritsar filmidan so'ng o'ldi. Xullas, bu franshizaga muxlisligim shunday. Sizda qanday bo'lgan? Izohda yozib qoldiring. Endi kelaylik asl masalaga. Biroq kanalda yangi bo'lsangiz, a'zo bo'lishni tavsiya qilaman. Eshitishimga qaraganda Paramount Pictures Transformerlar franshizasi uchun 3 ta tanlovni ko'rib chiqmoqda. Birinchisi 2023-yildagi Maxluqlar yuksalishi filmining G.I. Joe bilan hamkorlikdagi yangi filmi. Lekin buning amalga oshishi ehtimoli juda past. Chunki hech kim hech qanday reaksiya ham bildirmadi, qiziqmadi ham. Ikkinchisi, o'tgan yilgi Transformerlar ibtido animatsion filmining davomi. Tan olish kerakki, bu film IMDb portalidagi eng baland ballni olgan Transformerlar haqidagi film. Lekin kassada omadsizlikka uchradi. Shunday ekan, u ham o'yindan chiqadi. Uchinchisi va eng qiziqarli va hammani qiziqtirgan xabar. Michael Bay boshlagan franshizaga yakun yasovchi 6-Transformerlar filmi. Bu filmning chiqishini menimcha butun dunyo xohlasa kerak, chunki ko'zimiz o'rgangan avtobotlar, Decepticonlar va robotlarning aql bovar qilmas dizayni. Instagramda turkiyalik blogerning Transformers fan sahifasi rejissor Michael Bay tomonidan kuzatuvga olindi. Ularning taxminiga ko'ra, Michael Bay Paramount Pictures bilan o'zining eski franshizaga aloqador yana bir film suratga olish mumkinligiga ishora qilgan. Bilasiz, Paramount Hasbro yordami bilan filmlar suratga olmayotgani uchun noto'g'ri qadam qo'yishga imkoniyati qolmadi. Oldin Transformerlar filmining byudjetining katta qismi Hasbro tomonidan qoplangani uchun filmlar muvaffaqiyatsizlikka uchrasa-da davom ettirilayotgan edi. Transformerlar franshizasini oyoqqa turg'azib, yana oldingidek milliardlagan kassa olishni istashsa, Michael Bay'ni qaytarishga majburlar. Aslida Michael Bay hech qachon Transformerlar franshizasini tark etmadi. Har safar ishlab chiqaruvchi sifatida franshizaning filmlarida ishtirok etdi. Faqat Bumblebee maxluqlar yuksalishi Transformerlar ibtido proyektlarida rejissyorlik kursisiga o'tirmagani uchun franshizaning oyog'i osmondan bo'lib rasvosi chiqib ketdi. Bu yo'g'iga endi ikkita tanlov qoldi. Yo Michael Bay qolgan joydan davom ettirib, o'z olamiga afsonaviy bir yakun yasovchi film suratga oladi, yoki Michael Bay qaytmaydi va so'nggi omadsiz filmdan so'ng franshiza butunlay yopiladi. Men bunday bo'ladi deb o'ylamayapman. Paramount agar kallasi ishlasa, tayyor puldan kechib franshizani yopmaydi. Michael Bay'ni qaytarib oldingi 5 ta filmning davomini suratga olishni ta'minlaydi. Aslida Optimus Prime'ning dizayni 4-qismda bekorga o'zgartirilmagandi. Michael Bay oldingi trilogiyadan so'ng yangi 4, 5, 6 filmlar uchun ssenariy yozib bo'lgan edi. Franshiza 5-qismdan so'ng yopilib ketgandan so'ng 6-qism ssenariysi chang bosib qolib ketdi. 6-film ham Unicronning uyg'onishiga qaratilardi va filmda vaqtlar aro sayohat mavzusiga ham to'xtalinardi. Ustiga ustak Unicron mavzusi ustiga multiolam hikoyalari ham o'ylab qo'yilgan edi. Ammo u mavzu qisqaroq bo'lardi. Chunki Unicron haqida gaplashayotib,
uning barcha olamlarda faqat bitta ekanligini va multi olamdagi barcha Unicronlarning yagona ong tomonidan nazorat qilinishini ochiqlashardi. Ular gaplashgan bu tushuncha esa 6-filmdan so'ng keladigan yana bir yangi trilogiyaga yo'l ochardi. Maxluqlar jangi va Optimus Primal kabi personajlar haqida gapiryapman. Hatto 5-filmda bevosita Optimus Primalni ko'rsatishmoqchi bo'lishgandi. Ya'ni halitdan keyingi trilogiyaga bog'lanish qilmoqchi bo'lishdi. Biroq Michael Bay'ning rejasi Bumblebee va maxluqlar yuksalishi filmlaridan so'ng ostin-ustin bo'ldi. Ammo Michael Bay qolgan joydan davom ettirsa, oldinga rejalashtirilgan ssenariydan foydalanish ehtimoli juda yuqori. 4-5-filmlar Optimus Prime'ning atrofida bo'lib o'tgani ham bejizga emasdi. 6-film Optimus Prime'ga to'xtalgan so'nggi film bo'lishini xohlashdi. Multiolamda Optimus Prime'ning bir-biridan farqli millionlarcha varianti bor. Ammo Bayverse ularning ichidagi eng shafqatsiz Prime desak bo'ladi. 6-film esa bizga buning sababini ko'rsatish kerak edi. 5-filmdan so'ng Optimusning ko'zida haliyam Quintessaning sehri saqlanib qolgan bo'ladi. 5-filmdan so'ng Optimus qanday qilib taraf o'zgartirganini va ichidagi bu zulmatning sababini izlashga tushadi. Chunki bir Prime sifatida har qanday hayotni xavfga qo'yishi uning sardorligini shubha ostiga qo'ygan harakat edi. 5-filmning so'nggi jang sahnasidan so'ng u bu sehrga qanday tushib qolganini bila olmadi. Lekin 6-filmda Optimus Prime ichidagi zulmat ila kurashishga harakat qiladi. Hatto o'zini yo'qotib qo'yib, qaytadan Nemesis Prime'ga aktivlashuvini ham ko'rsatishadi. Optimusning tushunchasiga ko'ra, Prime bo'lmoq uning ichidagi zulmatni va nafratni tamoman bostirdi. Nemesis Prime Optimusning bizga aks ettirgan shaxsning mutlaqo teskarisi edi. Prime'ning o'z ichidagi jangi Bayverse Optimusning nega vaqti bilan shafqatsizlashganini bizga ko'rsatardi. Xuddi shu tarzda Sentinel Prime'ning taraf o'zgartirib, Cybertron'ni qutqarish uchun insoniyatni yo'q qilishga qaror qilishining sababi ham shu. Ya'ni Optimus Prime ich-ichidan Sentinel Prime'ga o'xshash ekanini tushunib yetadi. Yaxshiyam Nemesis Prime Decepticon emas. Yagona maqsadi sayyorasi bo'lgan Cybertron'ni qaytadan oyoqqa turg'azib, Cybertron'ning eng katta dushmani bo'lgan Unicron'ni yer tishlatishadi. Sentinel Prime va Nemesis Prime aslida o'xshash xarakterga ega. Shu sababli Optimusning o'z ichidagi kechgan jang paytida Sentinel Prime'ni ham biroz vaqtga ko'rsatishardi. Optimusning bir Prime sifatida rad etgan xarakteri aslida ustozi bo'lgan Sentinel Prime'la bir yo'ldan borishiga sababchi bo'ladi. Bu vaqtda Quintessaning hali ham yerda ekanligini va Unicron'ni yo'q qilish uchun markaziga borishga harakat qilayotganini ko'rsatadi. Insonlar bilimidan foydalangan Quintessa insonlardan foydalanib Unicron'ni o'ldirishga harakat qiladi. Biroq hammasi uchun juda ham kech ekanini tushunib yetadi. Cybertron'ning yerga yetib kelishi va xavfli harakatlari sababiyla Unicron'ning uyg'onish vaqti tezlashtiriladi. Shu sabab Unicron'ning ongi ma'lum bir darajaga qadar aktivlashdi. Quintessaning insonlardan foydalanib Unicron'ni o'ldirishga urinishi uni qo'zg'atadi va yer yuzida ulkan falokat yuz berishiga sabab bo'ladi. Unicron'ning magnit kuchi yerning magnit maydonini butunlay buzadi va ko'plab tabiiy ofatlar ro'y beradi. Zotan avtobotlarning yerga qaytishiga sabab shu bo'ladi. Sizlarga aytib bergan voqealar filmning boshlang'ich qismlari edi xolos. Optimus Prime va jamoasi yerga kelgunga qadar Prime'ning miyasida hali ham turli xil savollar bor. Optimus yana Nemesis Prime'ga aylanib qolishdan qo'rqib yuradi. Chunki Sentinel Prime'ning xiyonati sabab minglarcha inson va o'nlarcha avtobot hayotdan ko'z yumdi. Shu sababli Optimus ichidagi zulmatdan so'ng o'zidan keyingi yangi Prime tanlashni xohlaydi. Ya'ni insonlar va avtobotlar o'rtasida qaytadan urush boshlanishini istagan Optimus Prime o'z merosini davom ettirishga harakat qiladi. Shu sababli Optimus Prime'ning ortiq franshizadagi bosh personaj bo'lmasligini bizga ko'rsatishadi. Mabodo 7-film chiqqan taqdirda yangi Prime boshqa biri bo'lar edi. Optimus o'zining xavfsiz ekanini his qilgunga qadar Primus bilan birlashishi va ruhini poklash kerak. Shu tarzda u matritsani qaytadan olib yura oladigan holatga keladi. Michael Bay ko'zlagan narsa aslida bu vaqt ichida Bumblebee'ni bosh planga chiqarish bo'lar edi. Chunki Michael Bay Transformerlar Prime multseriali ssenariysidan ilhom olib, uni o'z sinematik olamiga moslashtirgan rejissor. Masalan, Unicron yerning markazida ekanligini ilk bor Transformerlar Prime multserialida ko'rsatishgan edi. Serial davomida Bumblebee qaytadan gapira olish qobiliyatiga erishib, yerda qolgan avtobotlarning sardori lavozimiga erishgan edi. U Prime bo'lmasa-da, hikoya endi uning atrofiga qurilgandi. Transformerlar 6 filmi Optimus uchun vaqtinchalik muddatga uning uchun bir yakun bo'lardi. Katta ehtimol bilan Optimus Unicron'ni to'xtatayotib o'ladi va ruhi matritsaga o'tkaziladi. Xuddi boshqa Prime'larda bo'lgani kabi, Optimusning ruhi matritsa bilan birlashgandan so'ng, balki Bumblebee'ning ichida yashashda davom etadi.
Balki keyinchalik unga ehtiyoj tug'ilganda Optimus Prime Primusning amri ila birgalikda qaytadan hayotga qaytardi. Aslida film boshi va oxiri bu tarzda rejalashtirilgan edi va hikoyaga mos yakun bo'lardi. Vaqt bo'ylab sayohat masalalari esa voqealar orasida qolgan bo'shliqlarni to'ldirish va so'nggi Racer filmidagi sahnalarni ochiqlash uchun ayni muddao bo'lardi. Transformerlarning 6-filmi ssenariysiga qaralganda franshizaning eng yaxshi filmimi yo'qmi bilmadim-u, men sevgan qismlar 2-4-qismlar bo'lib turibdi. Siz ham o'zingiz yoqtirgan Transformerlar filmini kommentariyada yozib qoldiring. Transformerlar olamida vaqtlar aro sayohat va multiolam mavzulari yillar davomida ishlanmoqda. O'zga sayyoraning texnologiyalari bilan kuchaytirilgan mashinalarni qo'ya turing. Bu franshizada bevosita multiolam va vaqtni nazorat qilishga yo'naltirilgan Prime ham bor. Ya'ni sinematik olamda Marvelning ertadan harakat qilib multiolamning suvini chiqargani Transformerlar franshizasi uchun hech qanday to'siq bo'lmasdi. Sizlarga aytib bergan ssenariy bilan filmni kinoteatrlarga taqdim etishsa, menimcha oldingi filmlardagidek milliardlagan dollarlarni urib tashlardi. Nazarimda G.I. Joe kabi ma'no mantig'i bo'lmagan, hech kimga zarracha qizig'i ham bo'lmagan bir franshiza bilan birlashib, yemagan, rasso film chiqargandan ko'ra, oldingi franshiza ancha sifatli va chiroyli dizaynli robotlarni ko'rganimiz yaxshiroq deb o'ylayman. Tasavvur qiling, oldingi franshizadagi 5-qismning davomi bo'lgan 6-qism chiqyapti va men aytib bergan ssenariy bilan. Bu menimcha barcha Transformer muxlislarini quvontiradigan xabar emasmi? Umid qilamanki, Paramount Michael Bay bilan tez orada uchrashib, o'z franshizasini yakunlashga doir qandaydir yangilik e'lon qilinadi. Ungacha esa kanalimizni kuzatib, Telegram sahifamga ham obuna bo'lishni unutmang. Eng so'nggi kino yangiliklar va sifatli filmlar joylab borilmoqda. Kelgusi videolarga qadar o'zingizni ehtiyot qiling, yaxshi qoling. Вы что, забыли, кто я такой? Я Оптимус Прайм.